Titanic kinosi aktyorlarini hamma tanisa kerak. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kellen Hockley. Shunchaki o'z ishlarini daholari. Kino rejissyorichi? Albatta, James Cameron. Dunyodagi eng kuchli rejissyorlardan biri. Ularning ismlarini bilmasangiz ham, hech bo'lmasa ko'rinishini taniysiz. Lekin ushbu filmdagi montaj ustalarini qaysi birini bilasiz? Men aytaman, hech qaysisini. Ushbu bahaybat kemaning aslida kichik qayiqcha ekani va montaj bilangina sizga haqiqiydek ko'rsatilgan cheksiz ummonning aslida oddiy basseyn ekanini ham ko'pchilik bilmasa kerak. Montajyorlarsiz bunday filmlar hech qachon dunyo yuzini ko'rmasdi. O'z vaqtida Steve Jobs g'oya qanchalar kuchli bo'lmasin, uni amalga oshira olmasangiz, u foydasiz xom xayolga aylanadi degandi. Xuddi shunday video va montaj ustalari Leonardo da Vinci, Van Gogh, Michelangelo kabi san'at asarlarini yaratishadi. Lekin ularni 100 yildan keyin ham hech kim san'atkor deb eslamaydi. Ularni rassom, yozuvchi va bastakorlardan farqi ham shunda. Bugungi videoda montajyorlik kasbi qanaqa kelib chiqqani, dunyodagi eng kuchli filmlar qanday montaj qilinishi va qanday qilib ba'zi video ustalari Albert Einsteindan ham yuqoriroq IQ darajasiga ega bo'lishi mumkinligi haqida bilib olasiz. Ko'rish bu bizning eng kuchli his qilish qobiliyatimiz hisoblanadi. Oddiygina tabassum, kimnidir ko'z yoshlari birgina kadr orqali insonni tuyg'ulariga o'zi bilmagan holda ta'sir o'tkazishi mumkin. Ushbu kadrlarni tanlash, unga qanday hissiyotlarni berish esa video montajyorning ishi. Tasavvur qiling, sizda 12 soatlik video material bor. U yerda kulgular bor, jimjitliklar, keraksiz harakatlar, qimmatli lahzalar. Lekin bu materiallar faqatgina boshlanishi. Uning ichidan mazmunni ajratish kerak. Ushbu 12 soatdan istalgan narsasini kesib tashlab, istalganini qoldirish mumkin. Lekin siz nimani hikoya qilishni tanlaysiz? Bu tanlov, bu san'at va bu tanlovni montajchi qiladi. Montaj bu faqat texnik ish emas, bu intuitsiya, bu his qilish, bu insoniyatning eng qadimiy ehtiyoji, hikoya qilish ehtiyoji. Qadimda odamlar gulxan atrofida to'planib hikoyalar aytishgan bo'lsa, qirollar esa zerikib qolmasligi uchun turli xil shoirlar, hikoyachilardan yangiliklarni, avval tinglamagan narsalarni eshitishni talab qilishgan. Bugun esa biz ekranlar atrofida yig'ilamiz va hikoyalar bizga videolar orqali yetib keladi. Har bir ko'rgan YouTube videoyingiz, Reels, klip va kinoyingiz alohida bir hikoya. Siz avval qirollar yillab tinglagan hikoyalarni bir kunda o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Lekin bu hikoyalar qanday shaklga kiradi, qanday ovozda aytiladi, qanday ritmda harakatlanadi, bularning hammasini bir inson belgilaydi. Ushbu inson montaj ustasi. Ular biz bir voqeani qanaqa ko'z bilan ko'rishimizni, ichimizdan qanaqa hissiyotlar o'tishini belgilab beradi. Film tomosha qilayotgan paytingizda bilingki, bu film ortida bir kishi yoki jamoa filmni xuddi shu hissiyot, xuddi shu reaksiya bilan ko'rishingizni oldindan rejalashtirgan. Aktyorlar qanaqa o'ynamasin, video operatorlar qanaqa suratga olishmasin, montaj jarayonida barcha narsa tubdan o'zgarishi mumkin. Yomon ssenariy, aktyorlar yoki yomon syomkani faqat birgina yo'l bilan to'g'rilash mumkin. Montaj. Marvelning oddiy yashil fonda olingan sahnasi haqiqiy hayot bilan deyarli ajratib bo'lmaydigan kadrlarga qanday aylantiriladi bilasizmi? Buning uchun filmlarda ishlatiladigan 3 xil video effekt turi bor: VFX, SFX va CGI. Sizga ularni sodda tilda tushuntirishga harakat qilaman. SFX bu maxsus effektlar degani. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri suratga olish maydonchasida qilinadigan effektlar. Masalan, haqiqiy portlashlar, yomg'ir va aktyorning yuzidagi grim bilan yasalgan yaralar. Hammasi real va kamerada yoziladi. Videolarda ikkinchi turdagi SFX ham bor va bu sound effektlar. Ushbu video fonidagi qushlar, sizga sokinligini eslatuvchi musiqa sizga xotirjamlik bo'lishadi. Ushbu ovoz effektlari bilan shug'ullanish bu SFX. Ovoz effektlari ustasi tomonidan qilinadi. VFX bu vizual effektlar degani. Ya'ni suratga olishdan keyin kompyuter orqali qo'shiladigan effektlar. Kosmik kemalar uchishi, yashil fon o'rniga jang maydonini qo'yish, bularning barchasi VFX orqali qilinadi. CGI esa kompyuterda yaratilgan tasvir degani va bu VFXning yana bir turi. Butunlay kompyuterda chizilgan obrazlar, masalan, Thanos yoki dinozavrlar, bular CGI bilan yaratilgan. Bizning kontent bozorimizda bir tushuncha bor. VFX, SFX, CGI kabi video effektlarni hammasini video montajyor qiladi deb o'ylashadi. Bir video boshidan oxirigacha qilinadigan hamma narsani bir odam qila oladi deb o'ylashadi. Aslida esa unaqa emas. Bu xuddi bir mexanik butun boshli mashinani yasay oladi deganday gap. Bitta odam dvigatelni joylab, kuzovni payvandlab, salonni tikib, elektron tizimlarni o'rnatib, ustiga ustak haydash testlarini ham o'zi o'tkaza oladimi? Yo'q, bu jamoaviy ish. Har bir ishni o'zini ustasi mas'uliyat bilan bajarish kerak. Sifatli video kontent tayyorlashda ham xuddi shunaqa. Tasvirchi kamera bilan ishlaydi, u montajyor uchun materiallarni tayyorlab beradi. Kompyuter grafikasi ustasi effektlar qo'shadi. Ovoz ustasi videodagi ovozlarning sifatli va ta'sirli bo'lishini ta'minlaydi. Montajyor kadrlar ritmini, tempini va dramatik ta'sirini boshqarib, filmga jon bag'ishlaydi. Agar biz montajyorni ritsarga o'xshatsak, u qanchalar mohir va abjur bo'lmasin, jangda uning qilichi va sovuti ko'p narsani belgilab beradi.
Xuddi shu qurol aslahalarni montajdagi materiallar, oldindan suratga olingan kadrlarga qiyoslash mumkin. Bu qurol aslahalarni esa o'z ishining yana bir ustasi, sinematograf, ya'ni video tasvirchi yaratadi. Agar qilich o'tkir, qalqon esa mustahkam bo'lsa, undan kuchli ritsar maksimal foydalana oladi. Lekin quroli o'tmas, qalqoni esa mo'rt ritsar jangda kuchsiz bo'lib qolganidek, yaxshi video tasvirchisiz montajyor ham yaxshi natija qila olishi qiyin. Shuning uchun ham bu ikki inson birgalikda ishlabgina ajoyib kontentlar yarata olishadi. Masalan, ushbu Jinoyatchilar serialining oyna bilan olingan kadrga qarang. Agar kamera o'tirgan odamlarning ortidan turib suratga olingan bo'lsa, nega uning aksi oynada ko'rinmayapti? Bilamizki, kino olamida bitta muhim qoida bor. Kadrda kamerani ko'rsatish mumkin emas. Afsuski, o'zimizning shovvoz video tasvirchilari bu qoidani bilishmasa kerak. Bu filmda qanday qilib kamerani kadrga tushirmasdan bunday chiroyli kadr olishgani sirini aytishdan oldin, keling, o'zi filmlarda oynalar bilan kadrlar qanday olinish haqida gaplashsak. Odatda ko'zgu bilan ishlash noqulay, hatto imkonsiz deb hisoblanadi. Chunki kamerani o'zi kadrda aks etib qolishi mumkin. Ammo biz ko'rgan ayrim sahnalarda kamera yo'q. U qayerga ketgan? Kontakt filmidagi mashhur sahna ehtimol eng mukammal ko'zgu sahnalardan biri. Juda silliq, juda tabiiy, ammo siz ko'rayotgan narsa aslida ikkita alohida kadrning birlashtirilgan versiyasi xolos. Birinchi kadr qiz yugurib keladi. Ikkinchisi esa o'sha qizaloq shkaf eshigini ochadi. Ammo bu safar ko'zgu o'rnida moviy ekran qo'yilgan. Keyin ikkalasi aniq sinxronlashib, go'yoki bitta kadrdek birlashtiriladi. Kamera ko'rinmaydi. Film ijodkorlari oyna bilan ishlashda muammoni emas, balki ajoyib imkoniyatni ko'rishgan. Force Major kinosidagi ushbu sahnaga qarang. Bu yashil ekranmi? Dubl aktyorlar bir-birini harakatini qaytaryaptimi? Yo'q. Bu juda oddiy. Kreativ va o'z ishini ideal bajargan kamera joylashuvi. Tasavvur qilishingiz uchun bu kadr kamera shu joyda turganida olinadi, to'g'rimi? Lekin qani u? Ular shunchaki kamerani devorning ichiga joylashtirgan va montajda shu joyini kesib tashlashgan. Juda oddiy, to'g'rimi? Lekin bu texnika ushbu kadrda ham ishlatilganmi? Hozir ko'rib chiqamiz. Siz o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Force Major filmidagi bu sahna bilan Jinoyatchilar filmidagi kadr bir-biriga juda o'xshash. Demak, kamera joylashuvi va suratga tushirish texnikasi ham o'xshash bo'lishi kerak. Yo'q. Film ijodkorlaridan biri Jonathan Taylorning aytishicha, bu rotoskopiya deb ataladigan suratga olish texnikasi. Va bu montajda VFX bilan amalga oshirilgan. Kamera va tasvirchi ustiga qora mato tashlangan va ular sekin, ohistalik bilan odamlar atrofida aylangan. Keyinchalik montajda VFX orqali ushbu qora material qo'lda kesib chiqilgan. O'rniga esa oddiy kadr qo'yilgan. Bu sizga oldindan aytgan video montaj ustalarining muammoga yechim bera olishi va yuqori IQ darajasiga ega bo'lishini ko'rsatib beradi. Ushbu kadrlar ham insonlar tomonidan oddiy kamera bilan suratga olingan. Siz ajoyib tasvirlarni yaratishingiz uchun minglab dollarlik kameralar, katta jamoa kerak emas. Shunchaki hamma muammodek ko'radigan narsadan kreativlik va biroz izlanish va imkoniyat topa olsangiz bo'ldi. Montajyor Fonk Edit va qarindoshining to'ylarini montaj qilib berishdan ancha ko'proq ishlarga qodir. Va bizda ushbu sohani rivojlantirish juda ham muhim. Chunki axborot davrida yashayapmiz. Hozir biz qabul qilayotgan juda katta axborot turi esa bu video. Kreativ va mehnatkash video montaj ustasi bozorda har doim qadrlangan va izlangan. Agar siz xuddi shunaqa qadrlanadigan sohani kuchli professional qo'l ostida noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, Edit maktabi sizga 3 oylik dasturini taklif qiladi. Maktabimizda shunchaki oddiy edit emas, did va kreativ montajni o'rganasiz. Dasturda faqat ichki bozorda ishlash emas, balki chet ellik loyihalarda freelancer bo'lib ishlab, ko'proq daromad, kuchli portfolio va tajriba to'plash uchun Fiverr platformasini ham o'rganasiz. Ushbu freelance darslari Fiverr platformasida top freelance montaj ustasi hisoblangan Gismoxon Nazarov tomonidan o'tiladi. Dastur haqida batafsil ma'lumot olish uchun editmaktab.uz saytiga kirib ro'yxatdan o'ting. Biz ba'zan bir videoni ko'rib, qanaqa chiroyli chiqdi deymiz. Ba'zan bu meni yig'latdi yoki shunaqangi zo'r montaj bo'libdi deb qo'yamiz. Lekin shu yerda bitta savol. O'sha hissiyotlarni bizga kim beryapti? O'sha oddiy kadrlarga jon bergan, tovushlarni o'z ritmiga solgan, keraksiz kadrlarni olib tashlab, qalbimizga ta'sir qilgan kim? Montaj ustasi. Oddiy so'zlar hissiyotli gaplarga aylanadi. Kadrlardagi sukunat esa minglab odamni larzaga soladi. Chunki u qanday vaqt ketishni va qanday lahzani qoldirishni aniq biladi. Bir zum to'xtang. Xayolingizda shu video ortida turgan insonni tasavvur qiling. U sizni bilmaydi. Siz ham uni bilmaysiz. Lekin u sizni tushungan. U siz uchun o'ylagan. U siz uchun his qilgan. Bu inson montaj ustasi.